Issiqlik nasosi qancha tok iste'mol qiladi? Ko'mir va oddiy elektr kotlovlar bilan solishtirib chiqamiz. Bu yerda biz 20 kW iste'mol bahonadan tanlab olganmiz. Har biridan 20 kWlik o'rnatilgan. Birinchi bo'lib ko'mir egaladigan bo'lsak, 3,5 kg ko'mir yoqadigan bo'lsak, 20 kW issiqlik energiyasi beradi. Endi 3,5 kg dan bu kotlimiz bir kunda 12 soat yanadigan bo'lsa, bir kunda bizga 42 kg ko'mir yoqishimizga to'g'ri keladi. Bu ko'mirimiz 1500 so'mdan bir kunda 63 ming so'm, bir oyda esa 1 890 ming so'm rasxod bo'ladi. Demak, ko'mir yordamida uyimizni isitadigan bo'lsak, bir oyda 1 890 ming so'm rasxod bo'ladi. Ikkinchi issiqlik qurilmamiz bu elektr energiyasida ishlaydigan oddiy kotlimiz. Bu yerda 1 kW elektr energiyamiz 1 kW issiqlik energiyasına teng. Demak, biz 20 kWli kotlni qizdirishimiz uchun bir kunda общий 240 kW elektr energiyasi sarflaydi. 240 kW elektr energiyasini limit boshqa narsalar hisob olib o'rtacha 1000 so'mdan hisoblaydigan bo'lsak, bu bir kunda 240 ming so'm bo'ladi. Bir oyda esa 7 200 ming so'mlik elektr energiyasi sarflaydi. Demak, biz oddiy elektr energiyasida ishlaydigan kotldan foydalanib uyimizni qizdiradigan bo'lsak, bir oyda 7 200 ming so'm rasxod qilamiz. Navbatdagi qurilmamiz bu issiqlik nasosi. Issiqlik nasosida COP degan ko'rsatkich bor. Bu yerda pasportimda 4U7 dan 6U7 gacha deb yozilgan. Men eng minimal qilib 4 ni olganman. Bu nima degani? Bu 1 kW elektr energiyasini sarflab 4 kWlik issiqlik energiyasini aylantirib beradi degan. Endi bu yerda 20 kW nasosimiz 4 ta bo'ladigan bo'lsak, bu 1 soatda 5 kW elektr energiyasi sarflaydi. Agar nasos bir kunda 12 soat ishida oladigan bo'lsak, bir kunda 60 kW elektr energiyasi sarflaydi. 1000 so'mdan hisoblasak, bu bir kunida 60 ming so'm bo'ladi. Oyda esa 1 800 ming so'm bo'ladi. Issiqlik nasosining energiya sarfi havo temperaturasi bilan bog'liq. Azbida biza misol qilib -5 gradusdan -10 gradusgacha bo'lgan raqamlarni olganmiz. Agar havo bundan issiqroq bo'ladigan bo'lsa, energiya sarfi bundan bir necha barobar ozroq bo'ladi. Sizlarga 3 xil kotlni aniq raqamlar bilan tushuntirib berishga harakat qildim. Issiqlik nasosi elektr energiyasini ishlaydigan kotldan ancha tejamkorroq, lekin ko'mir bilan ishlaydigan kotl bilan deyarli bir xil rasxod qiladi. Ammo tezligi, qulayligi, qolaversa issiqlik nasosini yozda sovutish maqsadida foydalanish evazini bu qurilma optimalroq variant hisoblanadi.